Xo'p, yana bitta kamera usulini ko'rganmiz. Bu kameramizni domofonga ulab berganmiz. Bu kameramizda двухсторонний связь и touch движение, ya'ni harakat bo'lgan payt zapis qilib qolish funksiyalari bor. Bu telefondagi ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Stabilni o'ylayapti hammasini. Bu domofonni fonga ulab berganmiz, ko'rsangiz. Domofondagi ko'rinishi и bitta bo'lsak, bu domofonning o'zining kamerasi. Gapim senga qanday ishlanyapti? Yaxshi chopki. Bo'ldi. Kameramizda ham domofonda ham двухсторонний связь bor. Agar sizga ham shunaqa kamera yoki domofon ustanovka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.